onlayn GitLab'dan ro'yxatdan o'tish va rабочий stolga ikonka yaratib olish haqida ko'rib chiqamiz. gitlab.com saytiga kiriladi, registratsiya, bu yerga pochta manzili yoziladi. Parol yozamiz. Son bilan harflar ishlatilgan bo'lishi kerak. Hop, 1 2 3 4 5 6 katta A, kichkina A qilyapmiz. Registratsiya qilamiz. Registratsiya bo'ldi. Shu manzilga, ya'ni pochtaga xabar kelgan bo'ladi. OK bosamiz. Pochtaga kiramiz. Obnovить qilamiz. Xo'p. Pochtaga vходящийga kelmadi, demak spamni tekshirib ko'ramiz. Spamga kirganimizda mana bu yerda ketdi. Shunga kiramiz. Mana bizga link berdi. Shu link orqali GitLab'ga kirib olamiz. Mana tayyor. Bizning akkauntimiz tayyor. Mana ro'yxatdan o'tdi. Endi mana GitLab shuni linkni kopiya qilamiz. Рабочий stolga o'tib, mishkan o'ng tomoni sozdат yarliq bor. Shuni yangi yarliq sozdат qilamiz. Shu yerga kopiya qilgan URL linkimizni stavить qilamiz. Xo'sh. Mana bu yerga nom berib qo'yamiz. Online GitLab. Mana tayyor. Xohlasangiz nastroykaga kirib ikonkani o'zingizga moslab o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Xo'sh. Shunga kirganimizda onlayn sizni to'g'ridan to'g'ri akkauntingizga kirib beradi.